Mana bu odamning ismi Ori Solomon. Bu odam FBR, Federal qidiruv byurosi va mahalliy politsiya tomonidan Amerika Qo'shma Shtatlari Nevada shtati Las Vegas shahrida 31-yanvardan boshlanib, fevralning boshlang'ich dastlabki kunlarida davom etgan reydlar davomida qo'lga olingan. FBR bergan ma'lumotlarga ko'ra, u Isroil fuqarosi va Fransiya pasportiga ham egalik qiladi. U Amerikada non-immigrant visa, ya'ni sayohat vizasi bilan yashab kelayotgani aniqlangan. Ana endi uning uyida o'tkazilgan reydning asl sababi FBR uning uyini potensial noqonuniy biologik laboratoriya deb gumon qilmoqda. Reyd davomida u yashab kelgan uyning garaj qismidan laboratoriyani eslatuvchi jihozlar, xususan probirkalar, muzlatgichlar va mingdan ziyod hali aniqlanmagan turli xildagi, turli rangdagi suyuqliklar qo'lga kiritilgan. Bu suyuqliklar potensial malariya, HIV, gepatit yoki COVID-19 kabi aniqlangan olimlarga tanish bo'lgan viruslar yoki umuman notanish bo'lgan viruslar bo'lish ehtimoli borligi aytilmoqda. Undan ham qiziq tomoni bo'lsa, 6-yanvar kuni sud hukmi bilan u garov evaziga qo'yib yuborilgan, ammo Amerika Qo'shma Shtatlaridan chiqib ketishi cheklangan. Bunga sabab qilib esa unga rasmiy ayblov e'lon qilinmaganligi va unga qarshi dalillar, xususan suyuqliklardan kelgan test natijalari hozircha ochiqlanmaganligi aytilgan. Eng yomon tomoni esa bu haqida asosiy mainstream media juda ham kam yoki umuman ma'lumot bermayapti. Agarda u musulmon bo'lganda bormi, hozir barcha katta-kichik telekanallar o'pkasini to'ldirib baqirayotgan bo'lishardi. Afsuski, haqiqat shunaqa.